Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shaydolari. Men anaqada shartimda sovunma. O qorada. Bugungi mana videomiz gullar parvarish haqida. Xudo xolasa endi qish bo'lib sal bekarchilik bo'lib qoldi. Biz kanalni kuzatuvchilariga deganda o'z fikringizni qoldiringlar, like bosinglar. Xudo xolasa ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Bu mana yopiq hovlini yopiq holatdagisi. Basseyn bilan ustini yopib, tagini to'qib olib qo'ygan. Issiqlik yerda 15-20 gradusgacha, 20 ga kamroq, 15 tepasida bo'ladi xudo xolasa doimiy. Ular gullar mana yaqinda tashqaridan kirgan. Hammasini bargini tozalab olib kirdik. Mana barglarini tozalab hozir hammasini qotini boshladik. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin, juda ham zo'r sharoit qilib bergan. Barglarni tozalashdan maqsad birinchi navbatda chiroyli holatda keltirish gullarda. Ikkinchi navbatda barglar chekkasi kasalliklar tarqab ketmasligi uchun oldini olish. Bu yerda ko'proq sansevira guli bor edi, ko'proq chirib qolgan, achib qolgan tagidan. Sababi bitta sovuq yeb qolgan. Shuning uchun tagidan irib ketish bo'lib qolgan. Keyin bu yerda doimiy basseyn borligi uchun naryoqda savuni nam havo doimiy aylanib turgani uchun hop. Ko'pchilik bilsa ham kerak, endi bilmaydiganlarga, opalarimizga, akalarimizga sansevira gullari ko'proq namlikni xohlamaydi, chanqatishlikni xohlaydi. Lekin quruqisi joyda yaxshi o'sadi. O'zimizda ham bo'lgan teplitsada olib kirib, teplitsani bekitib dimlashimizga sansevira gullar tagidan achib-achib bo'lib ketgan. Qishki kunida o'zi hamma gullar ham kamroq suv ichadi, lekin sansevira deyarli suv ichmaydi. Bahorgacha xudo xolasa deyarli suv ichmaydi. Endi bu yerda o'zida bor gullarni qo'ygan ko'proq. Endi hozir hammada Xitoy gul bo'lib ketdi. Bu yerda ham shu erta bahorda o'zi tashqariga gullar qilib beruvdik, harcha qilib beruvdik. Sagibi palmadan qilib beruvdik. Keyin mana drasenadan qilib beruvdik. Yaxshi turgan, hammasi yaxshi turgan, faqat ikkitasini qattiqroq sovuq urgan. Qolganlari yaxshi, mana o'zini dehqonchilik vagnarkalarini mana tuvalari o'tganini ko'chirib beruvdik. Bu yil mana olib kirib berlar qo'yib olibdi. Juda ham zo'r holatda turibdi. Videolar duosi kuzatib borsanglar, inshaalloh 10 tadan bittasida sizlar uchun manfaatli fikr bo'lib qoladi yoki boshqa nima bo'lib qoladi. Xo'p, keyin mana juda ko'pchilik sagibi palmasida mana sekas deymiz. Mana bunaqa kasallik bor mana. Yaqinroq ko'rsataman mana. Bunaqa kasalligi bor mana. Endi ushlasanglar qandaydir bunaqa. Bu hozir o'lgan holati bu. Chunki quruq chiqyapti. Shunday sidirib turib buni ushlasangiz qonga o'xshab bir oranjiy rangda bir suyuqlik chiqsa, agar tirik bo'ladi. Bu ko'proq bundaqa to'ngani orasiga tushadi. Bunda hozir o'lgan, bunda yo'q pashti. To'ngani orasiga tushadi. Shu to'ngani yeb tugatadi mana sagibi gulni. To'ngani yeb tugatadi. Shundan ehtiyot bo'lsanglar. Buni chorasi bitta. Buni dorisi bitta, hech qanaqa dori olmaydi. Buni faqat bir pachka sigaretda 10 litr suvga tashlab 5 litr qolguncha qaynatasizlar. Keyin uni sepsanglar, ammo lekin bitta sepganda hech narsa qo'ymaydi. Hech qanaqa shira-pira hech narsani qo'ymaydi, lekin hidi ham juda kuchli bo'ladi. Ehtiyot bo'lasizlar. Odamni ontaradigan darajada hidi bo'lib ketadi. Hidi kuchli bo'lib ketadi. Mana. Ha, bo'ldi, hojiga qo'yavering. Trassena betda o'zida borgilar, yana ko'paytirasiz mana. Nimalarni olib kelib bu yerda yozgi holatda bu tepasini mana ko'rinadigan yorug'lik o'tkazadigan haligi plasmassa chiqib qoldi. Shipri o'xshagan shunday yopgan. Bu yonini mana salqin kerak joyini ko'kida bu oqi. O'zi qorong'i tushgani uchun tepa qorong'i ko'rinyapti. Shunaqa holatda qilib olgan zo'r. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa fikringizni qoldiringlar, kommentariy yozinglar. Like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa foydali videolar chiqarib turamiz. Faqat vaqtimiz bo'lganda bizni havaskor bo'lasizlar. Bundan boshqa qiladigan
ishlarimiz ham bor, dehqonchilikdan ko'pchilik xabari bor, biladi. Sog' salomat bo'linglar.